Said Ahmad Ufq trilogiyasi kitobi haqida qisqacha gapiramiz. Ufq trilogiyasi 20-asr o'zbek adabiyotining asosiy namoyandalari bo'lgan O'zbekiston qahramoni Said Ahmad tomonidan yaratilgan katta roman hisoblanadi. Bu roman 3 ta katta bo'limni o'z ichiga olgan. Ya'ni u 1964-74-yillardagi, ya'ni o'sha davrning 10 yillik orasida bo'lgan o'sha davrning qonli urushlari, urushdan qaytgan insonlarning jarohatlari, xalqning qiynalishi, ocharchiligi, o'sha xalqning bir-biriga bo'lgan mehrini, muhabbatini aks ettiradi. Kitob birinchi nomlanishi Ufqda trilogiyada 3 ta katta bo'limni ajratgan. Said Ahmad bunda 45 kun, Hijron kunlari va Ufq bo'sag'asida deb nomlagan. Hijron kunlari asosan Qochoq nomli roman bilan bog'lanadi. Uni vaqtinchalik nomini Qochoq deb qo'ygan. Buning asosiy sababi, ya'ni Tursunboyning urushdan qochishi va o'z makoniga qaytib kelishi va o'z makonida qo'nim topib, onasidan boshqa hech kimdan panoh izlamasligi, uni onasidan boshqa qochgan hech kim bilmaganligini inobatga olgan holatda Hijron kunlari nomini o'zgartirib vaqtinchalik Qochoq deb nomlagan yozuvchi. Lekin buning asosiy yana bitta sababi o'sha davrdagi urushni qanchalik darajada xalq hayotiga bo'lgan ta'sirini, o'sha davrdagi insonlarni bir-biriga bo'lgan hurmatini, mehrini, muhabbatini aks ettirishga harakat qilgan. Asosiy qahramon bo'lgan Jannat xola, Tursunboyning onasi, uni o'sha o'g'lini qochib kelganini, vatanga qilgan xiyonatini kechira olmagan, lekin ona sifatida o'g'lini ochlikda, o'sha butazorlar orasida o'lib ketishini istamagani uchun farzandiga hech kimga sezdirmasdan oziq-ovqat bilan ta'minlab, ya'ni unga ovqat tashishga qaror qilgan. Bu esa onaga vijdon azobini bergan va o'sha vijdon azobida yillar davomida qiynalishni istamagan ona kasallikdan vafot etadi. Bu esa Tursunboyga bo'lgan ikkinchi umumiy hayotida bo'lgan qiyinchiliklarning ikkinchisi bo'lib hisoblanadi va o'zi sevgan ayoli, sevgan qizi Zebixondan ham ayrilib qoladi. Otasini ishonchini yo'qotadi va vatan xoini degan nom bilan o'lishga majbur bo'ladi. Ya'ni onasini tobutini olib ketayotganlarida chiqib, hattoki onasini tobutini ko'tarishga ham unda jasorat bo'lmaydi. Ya'ni bunda Said Ahmad tasvirlamoqchi bo'lgan Qochoq hikoyasida asosan o'sha davrdagi vatanga bo'lgan xiyonat yoki bo'lmasa insonlarning urushga borib qatnashishi, vatanga sadoqatini tasvirlash emas, ya'ni o'sha qonli urushning insonlar hayotiga bo'lgan ta'siri qanchalik darajada bo'lgan, insonlarni aqliga, ruhiyatiga qanchalik ta'sir qilgan bu holat, shuni aks ettirishga harakat qilgan yozuvchi. Bu asar bir necha marta nashr qilingan. 1998-yilda nashr qilingan va 2019-yilda, 2015-yilda va 2024-yillarda bir necha marta nashrdan chiqqan. Birinchi nashrdan chiqqan Ufq trilogiyasi Said Ahmadning 60 ming nusxada, ya'ni qattiq muqovada nashr qilingan. Bu kitob 2015-yildan keyin Said Ahmadning qizi Nodira Husanxo'jayeva tomonidan, ya'ni 512 betli bo'lib 2000 nusxada nashr qilingan va o'sha Nodira Husanxo'jayeva muharrirlikda nashr qilingan kitob haqiqiy o'sha Said Ahmadning Ufq trilogiyasidagi bo'lgan barcha hikoyalarni jamlangan holatda ochib berishda juda katta xizmat qiladi. Bu esa har bitta o'quvchi uchun, o'qiyotgan inson uchun haqiqiy hayot maktabi hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Said Ahmad Ufq trilogiyasi haqiqiy insonlarning hayotini, mashaqqatini va bir-biriga bo'lgan mehrini, muhabbatini tasvirlashda yaqqol aks etadi va 20-asr adabiyotining yagona durdonasi hisoblanadi.